Xo'sh do'stlar, oldingi safar sizlar bilan gigabayt monitorlarni obzor va test qilgandik. Ana endi navbat do'stlar Asusga ham yetib keldi va do'stlar bugungi obzor qilgan modelimiz Asusdan yangi chiqqan TUF Gaming seriyasidan hamyonbop игровой kibersportivniy monitor bo'ladi do'stlar. Albatta, quvs ichida hamyonbop. Bugungi obzor qilgan monitorimizning nomi Asus TUF Gaming VG259 qimirli 5 da do'stlar, nomi o'zi ham aytib turibdi. Qimirli degan monitorda va qanchalik qimirlashini do'stlar sizlar bilan bugun obzor va testimizda ko'ramiz. Texnik parametrga o'tirgan bo'lsak do'stlar, bu yerda 24,5 diagonalli IPS matrica o'rnatilgan. Aniqroq bo'lsa, Fast IPS, ya'ni Asus o'zini texnologiyasi. Do'stlar, bu yerda gertsovkamiz 310 bo'lyapti, ya'ni razgon holatida. Agarda oddiy holatda ishlatsanglar, display port ulab, sizga 300 Hz chiqarib beradi bu monitor. Agarda do'stlar overclockni yoqsiz, yana 10 Hz qo'shib beradi. Do'stlar, kam bo'lsa ham, shunga ham rahmat. Yana bir rahmat bergan narsam do'stlar, bu yerda zadержкасы 0,3 millisekund deb yozilgan. Do'stlar, sразу aytaman, bu albatta marketing. Ofitsial saytiga kirsanglar do'stlar, u yerda 0,3 ham yozilgan. Quvs ichida, lekin do'stlar, ofitsial buni zadержкасы bu 1 millisekund gray to grayda. Shuning uchun do'stlar 0,3 millisekund ekan deb joy vaqtmatab o'tirmanglar. Rang chiqarish qobiliyatiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu yerda 99% sRGB qoplamiga ega. Do'stlar, bu qimmat monitor kategoriyasiga kirmagani uchun bu yerda уже DCI-P3 bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu yerda do'stlar standart hammamiz ishlatadigan, hammamiz yaxshi ko'radigan sRGB qoplami bo'ladi. Do'stlar, sizlarga bitta narsa aytaman. Asusda qimmat monitorlar chiqargani bilan, lekin matritsasi ham shunga yarasha qo'yishadi va shunga alohida respekt deb olaman. Do'stlar, rang chiqarish qobiliyati bunda do'stlar o'sha 99% yozilganmidi? Bunda shu 99% albatta ko'rasiz. Do'stlar, buni qanaqadir professional tsveta korreksiyaga yoki qanaqadir dizaynerskiy ishlarga maslahat bera olmayman. Lekin do'stlar, o'yinlarga, kino ko'rishlarga, zerikkanlarni Photoshoplarda ishlashga bu yetib ortib beradigan sifatli matrica. Monitor ergonomikasiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu yerda monitorimiz tepa pastga tushib chiqadi, ya'ni bizning noshkamiz o'sha zamonaviy variantidan qo'yilgan. Lekin do'stlar, unda ikkita minusini men o'zimga topdim. Birinchi minusi bu noshkasi va braska bo'lganligi va do'stlar, ko'pchilik mana tushunsa kerak, ayniqsa kompyuterxonalarga ko'p borsanglar, klaviaturani do'stlar PS2 ga moslab qo'yishga do'stlar ozgina odam qiynalib qoladi va даже oddiy holatda ham do'stlar ko'pincha odam qiynalib qoladi. Shuning uchun do'stlar, agar noshkasi va braska emas, tekst to'rtburchak bo'lganda ancha yaxshiroq bo'lardi. Va do'stlar, ikkinchi kashaki, buni monitor kiyanda storieslarimga ham qo'yib aytgandim. Bu do'stlar, monitorni qotirish uchun 4 ta bolti ham bo'lish kerak do'stlar va shu o'ylayapman-da, shuncha mana monitorlar chiqib ketdi, mana Asusning o'zida ham nechtasi bor, ular boltsiz shundoq chiqib qo'yasiz, bo'ldi. Bularda esa do'stlar bolt qotirib o'tirish kerak bo'lyapti do'stlar. Bolt qotirib o'tirish kerak 2026-yilda monitorga. To'g'ri, bu qimmat monitor emas, boshqa Asus monitorlarga nisbatan barbiramda. Yo'q, shuncha zamonaviy texnologiyalar chiqib ketilgani do'stlar, mana shu monitorni noshkasini bez bolt qotirishga, lekin do'stlar, bu yerda Asus deylar, endi shu o'ylashibdi, endi ozgina bo'lsa ham qo'l mehnat kerak edi. Hamda do'stlar, o'zimga yoqqan pluslardan bittasi, bu monitorda upravleniyasi ham knopkalarda, ham joystick orqali bo'ladi. Va do'stlar, ishonmaysizlar, qanaqa udobniy narsaligini mana shu monitorning nastroykasini ishlatayotgan paytingizda joysticki borligi. Va do'stlar, sizlarga bitta lifehack, agarda o'zingizlarga monitor xarid qilayotgan bo'lsangiz, eng arzonchisi emas, normal monitor xarid qilmoqchimisizlar, do'stlar, agarda upravleniyasi knopkali eski tipdagi bo'lsa, do'stlar, xarid qilishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Shaxsan o'zim rekomendatsiya beraman do'stlar, albatta orqasida joysticki borligini tanlaylar. Asus mani qoyil qoldirishdi bu gal, chunki do'stlar, monitor upravleniyasi uchun ular alohida programma ham ishlab chiqarishdi. Oldinlari do'stlar, monitorni qanaqadir nastroyka qilaman desangiz, o'zini proshivkasini ishlatardingiz, shu orqasidagi knopkasi yoki joystick orqali, yoki do'stlar, qanaqadir podsvetka joylari bo'lib qolsa, shuni ana Asus umumiy Armory Crate degan programmasi orqali nastroyka qilsangiz bo'lardi. Уже monitoringiz rock bo'lish kerak edi. Do'stlar, mana TUF Gaming monitorlarni ham o'sha programmada ishlatsa bo'lar ekan. Asus Monitor Center degan adashmasam, вполне себе do'stlar рабочий tema. Po sути do'stlar, u yerda nima qilganingizni xuddi shu mana shu monitorning menyusidan ham qo'yishingiz bo'ladi. Programma orqali sal qulayroq baribir. Monitor sborka sifatiga keladigan bo'lsak va ishlatilgan materiallarda bu yerda Asus ila har doim do'stlar yaxshi sifatda yasashgan va albatta materiallarni ham yaxshidan ishlatishgan. Va bu do'stlar, Asus monitorlari nimaga boshqa brendlarga nisbatan sal qimmatroqligini ham tushuntiradigan joyi. Ne только bu brend uchun to'lish, balki mana shu sborka sifati va ishlatilgan materiallari ham
sal bo'lsa ham yaxshiroqdan qo'yiladi. Bu yerda ham do'stlar monitor sam по себе eng arzon monitorlardan bo'lsa, Asusda, no shunga qaramay do'stlar, sifat darajasi yaxshi darajada. Boshqa topoy brenddan oladigan bo'lsa ham, masalan, MSIda ham u yaxshi parametrli monitor chiqarishadi, lekin sborka sifatida yoki aytaylik material qattiqdir ekonom qilib qo'yishadi. Bu ko'pchilik ko'rinmasligi mumkin, ko'pchilik ahamiyat bermasligi mumkin, lekin do'stlar yonma-yon solishtiradigan bo'lsak, bu albatta bilinadi. To'g'ri, agarda premium segmentli monitorlarni oladigan bo'lsak, u yerda unchalik farq sezmaysiz. Masalan, Gigabyte Aorus seriyasini oladigan bo'lsak, u yerda ham juda ham yaxshi ishlangan hamma narsasi. Ida rockga o'xshab podsetkasi kamroq, no тем не менее do'stlar juda ham yaxshi va sifatli ishlangan. Mana Asus'ning mana shu detallarga bo'lgan e'tibori bu monitorda ham yaxshi ko'rsatilgan. Bu monitorni men bir hafta davomida test qilib ko'rdim, har xil o'yladi va do'stlar o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, agarda CS2 mana shunaqa FPS yuqori bo'lgan kibersportiv o'yinlar o'ynasa, bu monitor реальный effekt beradi. Bar 300 Hz, 1 millisekund zadержка bu do'stlar реальный effekt beradigan narsa va o'yin paytida do'stlar juda ham komfortli seziladi. Lekin agarda grafikasi yuqori bo'lgan o'yinlarni olgan bo'lsangiz, masalan, Cyberpunk, God of War yoki Last of Us kabi, bunaqa o'yinlarda do'stlar monitor o'zini sifati emas, aynan shu ekranni diagonali kichkinaroq bo'lgani hisobiga do'stlar, men to'g'risini aytaman, ozgina diskomfort his qildim. Ya'ni to'g'risini aytadigan bo'lsak, kayf qilmadim desam bo'ladi. Chunki bunaqa o'yinlar uchun do'stlar, ekraningiz qancha kattaroq bo'lsa, shuncha effekt pog'ujani yaxshiroq bo'ladi. Do'stlar, men ming harakat qilmasam ham do'stlar, bu monitorda masalan, grafikasi yuqori bo'lgan o'yinlarni kayf qilib o'ynamadim. Monitor ekranni sifatida emas, imенно ekranni kichkinaligidan. Lekin do'stlar, agarda CS2, Valorant, PUBG, mana Call of Duty ni ham olsa ham bo'ladi. Mana shunaqa FPS yuqori bo'lgan o'yinlar keladigan bo'lsa, bu monitor o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Chunki unaqa o'yinlarga katta ekran baribir shart emas. 24.5 bo'lgan hisobiga do'stlar, pretselvaniyada fokus ham yaxshiroq bo'ladi. Bekorga hamma kibersportsmenlar imенно mana shunaqa diagonalda o'ynashmaydi. Do'stlar, bu yerda вкусовщина. Agarda sizga kibersportiv monitor kerak bo'lsa, bunaqa diagonalli monitorni рассмотр qilsa bo'ladi. Agarda universal kerak etsangiz, albatta do'stlar 27 va undan kattasini olganingiz yaxshiroq. Xo'sh do'stlar, eng muhim savolga javob berish qoldi. Bu monitor olishga arziydimi yoki yo'qmi? Va narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda $210 turibdi hozirgi paytda bozorda. Va do'stlar, meni shaxsiy fikrim bu yerda 70 ga 30% nega haligini sababi, agarda sizga yaxshi kibersportiv o'yin uchun monitor kerak bo'lsa, katta bo'lmagan, при этом Asus brendini juda ham yaxshi ko'rsangiz, sizga hamma narsasi yoqsa, hamma narsa sizda Asus bo'lsa, tim bo'l 3 yillik garantiyasiga kerak bo'lsa, plus do'stlar, Asus brendi uchun bunaqa narxdagi monitor do'stlar, arzon monitor, реально arzon monitor. Men oldin ko'rmaganman bunaqa narxga Asus monitor sotgani. Ofitsial O'zbekistonga kelgan Asus, levis emas. Do'stlar, bunaqa holatda olsangiz bo'ladi. Lekin 70% nega yo'qligini sababi, do'stlar, bunaqa byudjetga va bunaqa parametr, ayniqsa bunaqa razmerdagi monitor bu universal monitor bo'lmaydi va shuni oldindan bilib qo'yinglar. Agarda shunaqa parametr, shunaqa narxga bu 27 talik bo'lganda, ishoninglar, bu вообще ultimativniy imba monitor bo'lardi. O'ynamasangiz uni ishga ham bemalol ishlatsangiz bo'lardi. Do'stlar, agarda bunaqa parametrli, bunaqa razmerdagi monitor olgan bo'lsak, konkurentida MSI, Gigabyte, Lenovo Legionlar bor. Bunaqa holatda bo'lsa, u monitorlar arzonroq chiqadi bunga nisbatan. Ularning sborka sifati ham bunga nisbatan pastroq bo'ladi, tim bo'lib noshkasi ham aqlliroq. Lekin do'stlar, narx razницasi taxminan $50-60 chiqadi. Agarda narxidagi raznica taxminan $20-30 bo'lganida, sizlarga sразу aytgan bo'lardim. U monitorlarni unutinglar, Asus olinglar, mazza qilasizlar, 100 talik deb. Lekin do'stlar, $50-60 bari sezilarli farq bo'ladi. Uni yoniga siz kranshtaynni ham ola olasiz va tepasiga unda lampasini ham olib qo'ya olasiz va sizda pulingiz ham yana qoladi. Mana shu monitor bizga testga berib turgan Jushopti do'stlarimizga ad-dushga rahmat deymiz va do'stlar, mana shu Asus monitorlarning hamma turdigini ularning saytiga o'tib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Chiroyli narxda va albatta ofitsial garantiyada. Yana bir bor qaytaraman, ofitsial O'zbekistonga kelgan Asus, ana Xitoydan, Dubaydan adashib kelib qolgani emas do'stlar. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi safar qaysi monitorlarni obzor qilishimizni xohlashinglarni albatta kommentariyaga yozib ketinglar.